Telfer uстановka qilish bitta o'zligi ozgina kamchiliklari bor ekan, shu kamchiliklarni to'g'rilagani keldik. 3 tonna 380 voltli 100 metr tros telfer uстановka qilishgan. Ham o'rnatilgan yechib oldik hozir. Sababi profilga qo'yib qo'yishim. 3 tonnani ko'tara olmaydi. Eshiklarni yechib qo'ydik. Hozir boshqa taplardan yechamiz. Eski tashming. Qaddon yasalyapti. Mana profilli qaddon o'rniga. Eski qo'yamiz hozir. O'zi bu obyektiv kelishdan maqsad tros ikkitalik qilib, nima narsani ilib qo'yishimiz kerak edi. Xudo xolisa mana tros o'tkazib oldik. Mana bu mana trosni iladigan qilib qo'ydik. Endi xudo xolisa qaddonimiz bitsa, boshqa olamiz ras. Xo'p, bu ishlatib berdik. Xudo xolisa videoga olishingizdan chiqibdi, mana bo'lib tushirib olishdi. Avton gazi blok bu nima? Unda o'shani ko'tarib olishdi mana futboldan 4-etajga topshirdik xudo xolasa. Bu yerda qilgan ishlarimiz shu boy aytganimdek, qaddonni olib tashladik. O'rniga mana shu yerlardan boshqa qaddon yasab, mana bunaqa usulini berib, trosini ikkitalik qilib berganmiz. Hozir mana qotiryapti oxirgi zajim. Ikki tarafdan berib qo'yganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon uстановка, ekran balka montaj, ekraninglarda chiqib turgan nomerga aloqa qilasizlar.